Xo'sh, mendan ham artist chiqarmikin ha? Xuddi artistni o'zidan. Sochingni aytmaysanmi? Amerikan to'fli, olib tashim kiyginda. O'zingni to'ppa-to'g'ri konkursga ur. Marra saniki bo'ladi. O'zbek kinosi va madaniyati katta yo'qotishga uchradi. Taniqli teatr va kino aktyori, muallimi, O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov 87 yoshida olamdan o'tdi. Yoqub Ahmedov 1938-yil 3-yanvar kuni Namanganda tug'ilgan. Bolaligidanoq san'atga muhabbati bilan ajralib turgan. Bo'lajak aktyor Namangan viloyati musiqali drama va komediya teatri sahnasidan ijod yo'lini boshlagan. Uning sahnadagi obrazlari turfa xarakteri va qalbga yaqin samimiyligi bilan tomoshabinlar xotirasida qoldi. U yarim asrdan ortiq ijodi davomida 50 dan ortiq rolini ijro etdi. Yoqub Ahmedov 1958-yildan boshlab kinoda faoliyat yuritib, qariyb 40 ta filmda rol ijro etgan. Shuningdek, 400 dan ortiq filmni o'zbek tiliga dublyaj qilib, tomoshabinlarga jahon kinosini ona tilda tomosha qilish imkoniyatini yaratgan. Sahna va ekrandagi faoliyati teatr taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun u O'zbekiston xalq artisti unvoni, fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Yoqub Ahmedovning ismi va ijodi o'zbek madaniyati tarixi sahifalarida abadiy yoziladi. Vaqt.uz tahririyati marhumning oilasi, yaqinlari va shogirdlariga hamdardlik bildiradi.